8. Bab. Bundan keyin Parvardigor Musaga mundaq dedi. Sen yana Misr podshoyining oldiga berib, uningga Parvardigor, o'z xalqimning manga ibodat qilish uchun cho'l bayovonga berishiga yo'l qo'y. Agar yana rad qilsang, sana aytib qo'yayki, bütün dövlətingni jazolab, ziminingning hamma yerini poqi bilan to'ldirib etiman. Nil daryosi poqiga to'lib ketidi. Poqlar daryodan chiqib o'rdanga, hujranga, hatto o'rin ko'rplaringga kiridi. Amaldorlaringning va puhrolarning uylariga, hatto o'choqlarga, tanglarining ichigimi kirib oladi. Sening uchanga amaldorlaringning va puhrolaringning uchsig'imi yomishidu, deydi, deb yetkizgin. Parvardigor Musoga yana, sen Harunga tayoq olgan qo'lingni Misrdagi daryo, o'stang, sozliq va ko'llarga qartib uzat. Misr zeminini poqlar bilan qoplatvat, deb aytqin, dedi. Bunun bilan Harun qo'lini Misrning suvlariga qartib uzdi edi. Poqlar chiqib Misr zeminini qopladi. Biroq Misrdagi sehrgarlarmu sehr ishlatib, o'xshash ishni qilib, Misr zeminiga poqa chiqadi. Podshoh Musa bilan Harunni chaqirtib Musaga, Parvardigordan u poqlarni mendin va Misr xalqidan yiroqlashtirishni tilab duo qil. Ondan xalqingning Parvardigorga qurbollik qilish uchun berishiga yo'l qo'yaman, dedi. Musa javoban, bo'ladi. Siz bir vaqt belgilang. Ben sizga, amaldorlaringizga va puhrolaringizga duo qilay. Shu chaqda poqlarning hammasi sizlardan va uylaringlardan ayrildi. Faqat Nil daryosidagi poqlardan boshqa poqlarning hammasi yo'qladi, dedi. Podshoh uningga, "Aytila, duo qil", dedi. Musa, sizning deganingizdek bo'lsin. Bunun bilan siz Parvardigorimiz Xudodan boshqa hech qanday Xudoning yo'qligini biling. Poqlar sizdan, ordingizdan, amaldorlaringizdan va boshqa puhrolaringizdan ayrildi. Faqat Nil daryosida poqa qoladi, dedi. Shuningdan keyin Musa bilan Harun Misr podshoyining yenidan chiqishdi. Musa Parvardigordan Misr podshohligiga tushagan poqlarni yo'qotishni tilab, duo qilib, yolvirdi. Parvardigor Musoning duosini ijobat qildi. Ey, hoyla va itizlardagi poqlarning hammasi o'lib tugidi. Misrliklar poqi o'liklarini döve qilib to'plagan edi. Bütün davlat sesiqchilikqa to'ldi. Biroq dal Parvardigor aytgandek poqlarning tamoman o'lganligini ko'rgan podshoh johillik qilib, Musa bilan Harunning so'ziga quloq solmadi. Parvardigor Musaga, Harunga tayig'ingni yerdagi to'pig'i ur. Chang to'zanglar poshlarga aylanib, bütün Misrni qoplaydi, degin, dedi. Ular Parvardigorning deganidek qilishdi. Harun tayig'ini yerdagi to'pig'i urib edi. Chang to'zanglar poshlarga aylanib, odam va hayvonlarning badanini qoplab ketdi. Misr zeminidagi chang to'zanglarning hammasi poshiga aylanib ketdi. Sehrgarlarmu o'z sehrlari bilan pasha paydo qilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bu ish ularning qo'lidan kam edi. Odam
ve hayvanatlarning bedenini paşa kaplap ketdi. Sehrgarlar podshoga bu ishni Xudo qildi deyishdi. Biroq del Parvardigor aytgandek podsho johillik qilib Musa bilan Harunning so'ziga quloq solmadi. Ondan Parvardigor Musaga mundoq dedi: "Ete tong sahardila o'rningdan turib, podsho daryo bo'yiga chiqqanda uning bilan ko'rish va uningga Parvardigor xalqimning menga ibodat qilish uchun berishiga yo'l qo'y. Seni ogohlantirib qo'yayki, agar sen mening xalqimni qo'yib bermaydigan bo'lsang, sana amaldorlaring va puhrolaringga chivilla to'pni avatman. Uylaringlar chivinga to'lidi va hammani chivin qoplaydi. Lekin mening xalqim Isroillar yashayotgan Goshan viloyatining ahvolini boshqacha qilaman. U yer chivillar to'pidan xoli bo'ladi. Buning natijasida mening Parvardigorning bu davlatdimi qudratli ekanligimni bilasan. Men o'z xalqimni sening xalqingdan farqlandiraman. Bu mo'jiza ata ko'rildi, deydi, deb yetkizgin. Parvardigor deginini qildi. Top chivinlar podshoning ordisiga va amaldorlarining uylariga besib kirib, butun Misr zaminini xarob qilib etdi. Podsho Musa bilan Harunni chaqirtib, ularga "Basanglar, beringlar, biroq Xudoyinglarga qilgan qurbonlikni mushu davlat ichida qilinglar" dedi. Lekin Musa bunda qilish to'g'ri bo'lmaydi. Chunki Parvardigor uchun qiladigan qurbonliklarimiz Misrliklarni yirkandirdi. Agar biz Misrliklarning ko'z oldida ularni yirkandiradigan qurbonliklarni qilsak, ular bizni chalma kesak qiladi. Biz Parvardigorimiz Xudoning amr qilganidek 3 kunlik yo'lni besib, cho'l bayavonga berib, ondan uningga qurbonlik qilishimiz kerak, dedi. Podsho uningga cho'l bayavonga berib, Parvardigoringlar Xudoga qurbonlik qilishinglarga ijozat beray. Lekin ancha yiroqqa ketmanglar. Men uchunmi duo qilinglar, dedi. Musa javoban: "Men yiningizdan chiqibla Parvardigorga duo qilay. Chivilla to'pi atla sizdan, amaldorlaringiz va puhrolaringizdan ayrilsin. Lekin siz bizni aldab Parvardigorga qurbonlik qilishga berishimizga to'sqinlik qilmasliginiz kerak", dedi. Shundan keyin Musa Misr podshoyining yenidan chiqib Parvardigorga duo qildi. Parvardigor Musoning duosini ijobat qilib, chivinlar to'pini Misr podshoyidan, amaldorlaridan va puhrolaridan ayirdi. Bir talmu chivin qolmadi. Lekin bu qitimmu podsho yana johillik qilib, Isroil xalqining chiqishiga yo'l qo'ymadi.